Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytganlar: "Hajatun nasi ilal Qur'an." Odamlarning Qur'onga bo'lgan hojati yeb ichishlikka bo'lgan hojatidan ko'ra buyukroq. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aziz o'quvchi, bugun inshaalloh siz bilan birgalikda Al-Bayyina, ya'ni Bayyina surasini o'qishni o'rganamiz inshaalloh. Boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uzun oyat. Uzun oyatlarda ma'no buzilmaydigan darajada to'xtaymiz va boshlab ketishni o'rganamiz. Iloji boricha to'xtash joyida agar nafasimiz yetsa yaxshi. Bo'lmasam hozir o'qiymiz. Birinchi qator, mana ikkinchi qator. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم بيد لمدا قلقلة يوق. Ya'ni qalqala yo'q degani lama yakunillazina deb boshlamang. Lam yakunillazina, ko'ryapsizmi? Ya va undan keyin fathalik ya, undan keyin dommalik ku kelyapti. Yaku bo'ladi. Ko'pchilik lam yakunillazina deb cho'zib qo'yadi. Bu xato. Lam yakunillazina deydi. Yoki lam yakunillazina deb kuni cho'zib qo'yadi. Bu ham xato. Lam yakun asli sukun bu. Lam yakunillazina, nillazina deb turib lamni tashdidini bildiramiz. Allazina deganda ikki harakatni cho'zamiz. Kafaru, ka fa ingichka harflar, ru esa yo'g'on. Kafaru deganda cho'zamiz. Vav bor, vavul jamoa bor. Uni ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Kafaru min ahlil kitabi. Min deb turib izhor qildik. Sababi bu hamza izhor harflaridan. Bu yerda tanvin yoki mana sukunli nundan keyin hamza kelsa, xo kelsa, bunda izhor bo'ladi. Min ahlil deb bildiramiz. Ahlil lil deb turib lamul qamaraga bog'lab o'qiymiz. Min ahlil kitabi, kida kasrasini bildiramiz. Kitabi hada esa ikki harakat miqdor cho'zamiz. Min ahlil kitabi kasralarga e'tibor beramiz. Wal mushrikina, wal mush deb shada bildiramiz. Ri ki kasralarga e'tibor beramiz. Wal mushrikina munfakina, nunda harakat yo'g'a fa'da ichiga kirgizamiz. Qara ushlab turasiz. Munfakina, agar to'xtasak munfakin deb to'xtaymiz. Munfakkina hatta, ta'da tashdidi bor. Hatta bo'lmasin. Hatta ikki harakat bilan cho'zamiz. Ta'tiyahumul, ta deganda bu yerda hamza bor. Ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyahumul bayyinah. Yega tashdidga e'tibor berasiz. Yega bayyinah deb ha bilan to'xtaymiz. O'qiymiz yana. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني تكرر قيما. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. İkinci ayet okuyumuz. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. qarang, ro fathalik, ro su, undan keyin vav bor. Ikki harakat miqdori cho'zamiz. Rasulum deb turib tanvinni mim ichiga kirgizamiz. Rasulum minallohi.
Rasulun minalloh. Minalloh. No bo'lmasin. Minallohi kasran bildiramiz. Minallohi yatlu suhufan mimga bog'lab o'qiymiz. Suhufan mutahharah o'qiyman. Rasulun minallohi yatlu suhufan mutahharah. Mutahhara demang, to yo'g'on. Ha ingichka, yana ro yo'g'on. Yana takror o'qiyman. Rasulun minallohi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha deganingizda qarang. Ye bora ikki harakat miqdor cho'zamiz. Fiha deganda ikki harakat miqdor cho'zamiz. Kutubun. Kitabunni jami. Kutubun deb turib, mana qarang. Tanvinni qof tishiga kirgizamiz. Yo'g'on dimoq bilan. Kutubun yo'g'on kirsin. Kutubun qayyima. Tanvinlar yo'g'on harflarga kirgandan yo'g'on kiradi. Xussa, dog'tin, qil. Bular hammasi nima? Yo'g'on harflar. Ana shularga yo'g'on kirsin. Kutubun qayyima. Yedi tashdini bildiring. Qayyima deb, ya'ni tay marbutan ha bilan to'xtaymiz. Fiha kutubun qayyima. Takror o'qiyman. Fiha kutubun qayyima. 4-oyatni o'qiymiz. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا da ikki harakat miqdor cho'zamiz. Vovlarda lav cho'chayishi esdan chiqmasin. وَمَا fa ingichka. Ro, qo yo'g'on. تَفَرَّقَ الَّذِينَ. Lavina ikki harakat miqdor cho'ziladi. Utul. Qarang, utul. Birinchi cho'zamiz. Ikkinchisini tu deb cho'zmaymiz. Sababi tul deb birdan lamga bog'lab o'qiymiz. Bu yerdagi hamza vosiliyalar bor, o'qilmay qoladi. Utul kitaba deganimizda ikki harakat miqdor cho'zamiz. Illa deganda ikki harakat miqdor cho'zamiz. Illa mim nun baga yo'l qilib keldik, u iqlab deydi. Iqlabda o'zi bitta harf bor, bu ham ba. Ya'ni sukunlik nun yoki tanvinlar. Mana bu baga yo'l qilib kelsa, mimga almashib ketadi. Mim ba'di. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun ham mim yozib qo'ygan. Bu degani nunni nun qilib o'qimang, mim qilib o'qing degani. Illa min ba'di. Qarangda, agar nun qilib izhor qilib o'qiylikda, illa min ba'di. Min ba'di bu xato bo'ladi. Sababi qiyin. Ba'da mahraji yaqin bir-biriga. Shafaviy. Shuning uchun ham yengil bo'lishi uchun nunimiz mimga almashib ketadi. Illa mim. Lekin bu yerda yana bitta ixtilofli masala bor. Sabab mimga almashib ketdi-ku. Ixfosida lav bir-biriga tegadimi, tegmaydimi deganda. Ba'zilar tegmaydi deydi. Furja ochiq turadi deydi. Illa min ba'di deb ochiq turadi deydi. Ba'zilar aytadi-ku, bir-biriga tegadi deydi. Lekin kaz min g'oyri kaz yopishib qolmasin deydi. Biz shu mazhabdamiz. Lekin unda ham o'qisa xato bo'lmaydi inshaalloh. Uni ham buni ham o'qing. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Masalan, Shayx Husoriy, Mishaviy, Shayx Abdulbosit, Mustafa Ismail, Mahmud Al-Banna katta qorilar o'qiyotganda shu yerda min ba'di deb lavlarida furja ochiq bo'lsa, siz o'ylamangki, bular xato o'qiyapti deb. Bu ham to'g'ri. Ular ham to'g'ri, inshaalloh, unaqa bir xato emas. O'qiyman. Min ba'di ma'da ikki harakat miqdor cho'zamiz. Jaa, bu yerda madd nima edi? Jaa madd muttasil. 4-5 harakat miqdorda cho'zilishi kerak. Madd muttasil munfasildan kuchli turadi deganmiz. Munfasil 2, 4, 6 harakat miqdorida cho'zilishi mumkin. 2, 3, 4 harakat miqdor cho'zilishi mumkin. Ammo
Mad muttasil esa 4, 5, 6 harakat miqdori cho'ziladi. Ya'ni kuchliroq. Hozir biz o'qiyotgan Hafs an Asimda esa 4, 5 harakat miqdori cho'ziladi. 2 harakat cho'zilmaydi mana. Nima? Mad muttasil. Munfasil mana va ma umiru 2 harakat miqdorida qasr qilib ham o'qilinadi. Va ma umiru illa liya'budulloh deb turib bu 2 harakat miqdorida cho'zilib ham o'qisa bo'laveradi. Qasr qilib o'qilinadi. Ammo ma ja'atuhumul deb turib 2 harakat cho'zilmaydi. Bu cho'zasiz. Ma ja'atuhumul bayyinah deb. Athumul deb lamga bog'lab o'qiganingizdan keyin bayyinah, mana yerlarga e'tibor bering. Bayyinah ha bilan to'xtaymiz tay marbutan. O'qiyman shu oyatda. Qarang. Wa ma tafarraqallazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Takror o'qiyman. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Endi uzun oyat. Bo'lib o'qiymiz. Nafasimiz yetguncha o'qiymiz. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ko'rdingizmi, yergacha bir to'xtadik. Agar yergacha to'xtasa nafasiz nur ustiga alon nur, jim bor. Va ma 4-5 harakat miqdorida cho'zamiz. Umiru nafsil haga, bu ham xuddi shunday. Va ma umiru illa ikkalasi mad munfasil. Illada 2 harakat miqdorida cho'zaman. Illa liya'budulloh lada kasrasini bildiraman. Liya'budulloha mukh ha yo'g'on bo'lsin. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Meda lahuddin deganda lahuddaga bog'lab o'qiymiz. Lahuddin chunki nima bor? Alif lam bor. Bu yerda shamsiyya. لهالدين حنفاء مد متصل 4-5 harakat miqdori cho'zamiz. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Bu yerda yana bitta xato bor. Masalan va yuqimus solah deb to'xtashadi ko'pchilik. Ava yuqimus deb adam boshlaydi. Yo'q, adam boshlamaylar. Agar ava yuqimus solah desak, unda hamza istifhom bo'lib qoladi. Bu hamza mana hunafaga tegishli. Hunafa. Shuning uchun ham hunafa deb havo bilan to'xtaydi. Nima bilan? Nafas uzib to'xtayapsiz. Bu hamza bor. Va yuqimus solah deb boshlang. Ava yuqimus solah deb boshlamang. Va yuqimus solat sotni bildiramiz. Sotda tashdid bor. Solata ko'pchilik solavata deb yoradi. Yo'q, solavat emas. Solata. Bu yerda hamza. Solata. Va yu'tuz zakata. Bir xil. Va yu deganda nafas uzilsin. Va tuz deb zaga bog'lab o'qiymiz. Shamsiyya. Zakah deb tay marbutani ha bilan to'xtayapman. Va zalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah deb nul deb lamga bog'lab o'qiyapman. Chunki qamariya. Ha deb ha bilan to'xtayapmiz, to'xtaganligimiz uchun. Yana o'qiymiz. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. وذلك دين القيمة. يعني تكرر قيما. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. 6-oyat. Bu oyat ham uzun oyat. Nima kechin to'xtaymiz-da, keyin u yog'ini bitta o'qiymiz. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum sharrul bariyah. Qarang, innada g'unnasi komil tarzda bo'ladi. Innallazina deb o'tib ketmang, ushab turing. Innallazina kafaru vovda cho'zing, ikki harakat miqdorida. Min izhor, min ahlil lada kasrasiga e'tibor bering. Ahlil lamga bog'lab o'qiymiz, qalqala qilmaymiz. Ahlil kitabi kiyni kasrasini bildiramiz. Ta'da cho'zamiz ikki harakat miqdorida. Kitabi wal mushrikina ikki harakat miqdor cho'zamiz. Fi dem ikki harakat miqdor cho'zamiz. Fi nari na dem ikki harakat miqdor cho'zamiz. Fi nari ri ingichka bo'ladi, sababi kasra bilan kelyapti. Nun dushab turamiz, g'unnasi inkomil tarzda. Jahannama khalidina xodi cho'zamiz. Khalidina fiha ikki harakat miqdorida cho'zib to'xtaymiz. Fiha deb cho'zib to'xtamang. Bu 4-5 harakat miqdor cho'zaman deb. To'xtayapsiz-ku. Fiha agar qo'shib o'qisangiz shunda to'xtaysiz. Ya'ni cho'zasiz. Agar to'xtamasdan o'tib ketsangiz bu yerda. Fiha ulaika deb turib 4-5 harakat miqdor cho'zishingiz mumkin. Ulaika u aytilmaydi. Yozuvda bor, lekin o'qilmaydi. Ula deb birdan udan lamga bog'lab olamiz. Mana go'yoki yo'qdek. Ulaika deb qo'ymang. Ulaika cho'zamiz. Mad muttasil 4-5 harakat miqdor cho'ziladi. Hum sharru rodi tashdiga e'tibor beramiz. Bariyah ha bilan to'xtaymiz. Qarang, o'qiymiz. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum sharrul bariyah. Yani o'qiyman. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum sharrul bariyah. 7-oyatni o'qiyman. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khayrul bariyah. Innada g'unnasi inkomil tarzda ushab turing. Innallazina ushab turib keyin o'tasiz. Innallazina amanu ikki harakat miqdor cho'zamiz. Qarang, hamza undan keyin alif bor. Amanu nu dem cho'zamiz. Amanu va amilus deb cho'zib qo'ymaylik. Ko'pchilik va amilus deb ayni cho'zadi. Bu yerda cho'zish yo'q. Va amilus deb sotga bog'lab o'qiymiz. Mana vav ham o'qilmay qoladi. Bu hamzalar o'qilmay qoladi. Va amilus solihati as va amilus ikki harakat miqdor cho'zamiz. Lihati lada kasrasiga e'tibor beramiz. Hadi ikki harakat miqdor cho'zamiz. Tada kasrasiga e'tibor bering. Ulaika hum bu yerda vav bor, lekin o'qilmaydi bir xilmi tepa bilan.
Ulaika hum khayrul bariyah. Khayrul khoyug'on. Rul bariyah yerda tashdid bor. Tay marbutani esa ha bilan to'xtaymiz. O'qiyman. Innallazina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariyah. Takror o'qiyman. Innallazina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariyah. Oxirgi oyat. Lekin uzun oyat. Nafasimiz yetgancha boramiz, iloji bo'lsa abadada to'xtaymiz, keyin radhiyallohu anhu da to'xtaymiz, keyin qolganida bitta to'xtaymiz. Nafasni olamiz. Nafas olishda ham iloji boricha nafasni olib, qoringa olamizda qisib ushlab turamiz. Mana nafas mashqlari bor-ku, nafas mashqlari ko'proq qilish kerak, ayniqsa qori odam. Nafas mashqlari. Nafasni oldingizda, mana qornimda nafas bor. Mana. Nafas bor. Kuchim yetgancha ushlab turaman. Kuchim yetgancha ushlab turamanda, ana undan keyin sekin chiqaraman. Xohlasam zillab chiqaraman, xohlasam sekin chiqaraman. Mana. Ushlab turdim, kuchim yetdi, bo'ldi, chiday olmay qoldim. Keyin iloji boricha uzunroq chiqarishga harakat qilaman. Ketaveradi. Bu shu turishda tez-tez mashq qiling. Ana undan keyin tez-tez ko'paytirib chiqarish ham mumkin. U ham mashq bu. Masalan, qorningizga olasiz, birdan chiqarib olasiz. Deb birdan chiqarib olasiz nafasni. Mana qorningizga birdan nafas olasiz, deb chiqarib olasiz. Unda nafas nima? Ovozingiz nima bo'ladi? Haliga udar chiqadi, hali ravon chiqadi. Sekin chiqarish bor, tez chiqarish bor. Keyin uzib chiqarish bor. U mashqlarni qiling. Ko'plar uni haliga nimalarda o'rgatiladi-yu, ovoz nimalarda, ovoz notiqlar, suxandonlik o'rgatadigan nimalar o'rgatadi o'sha nafas mashqlari. Keyin qalamlar mashqi bor. Qalam og'ziga solib o'qing. Mana shu oyatlar qalam solib o'qing, mana jag'lar ishlashni boshlaydi. Mana tishlar bir-biridan uzoqlashadi. Ham ovozingiz ravonlashadi, ovozingiz tiniq chiqishda boshlaydi, ham Qur'onni yaxshi o'qiydigan darajaga yetishasiz inshaalloh. Bu mashq bilan bo'ladigan narsalar. Sekin. Ya'ni bugun siz lam yakunul ladina bayinani o'qib turib, bugunning o'zida siz mishaviyda o'qib qola olmaysizda. Harakat qilasiz, inshaalloh Alloh sizga mishaviyda ovozdan ham zo'r ovoz beradi. Hozir men o'rgatyapman-ku, balkim siz mendan yaxshi o'qisangiz. Bu Alloh taolo hammaga har xil ovoz bergan. Balkim harflarni siz mendan yaxshi chiqarasiz. Mendan o'rganasiz, mendan yaxshi chiqarishingiz mumkin. Bu Allohning katta bir fazilati. Kimgadir masalan beradi bu ovoz. Qancha mashq qilsangiz, qancha harakat qilsangiz, shuncha foyda olasiz. Qancha mashq qilmasangiz, o'zingizga umuman e'tibor bermasangiz, hech narsa bo'lmay turaverasiz. Siz Qur'onni yodlab bo'lgan bo'lsangiz ham, kitoblarda o'qigan bo'lsangiz, o'zingiz ustida ishlamasangiz, siz bir xil bo'lib qolib ketaverasiz. Shuning uchun ham harakat qiling, turmang. Har kun mashqlarda qiling, nafas mashqlarini qiling, o'qing, harflar chiqarishga harakat qiling, uyalmang. Ya'ni uyalish eng yomon narsalar talab ilm uchun. So'rash kerak, bilmaganini so'rash kerak, harakat qilish kerak, baqirib o'qish kerak. O'zingiz yolg'iz bitta xonaga kirib baqirib o'qing, mashq qiling. Oxirgi oyatni o'qib qayliga. Nafas olamiz. Jazaohum inda robbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khashiya rabbah. Qarang. Jazaohum. Qarang. Jazao mad muttasil 4-5 harakat miqdori cho'zing. Jazaohum inhum inda nunni daldichiga kirgizing. Inda robbihim da ingichka ro yo'g'on.
Robbihim kasralarga e'tibor bering. Jannatda nun tushab turing va undan keyin madda qiling. Jannatu tudi aniq bildiring. Jannatu adnin. Ad deganingizda dal qalqala bo'lsin. Adnin ninda tadichiga kirgizamiz. Adnin tajri ad. Adnin add desangiz add deb qattiq bosib olmang. Qattiq bossangiz u tashdidga aylanib ketadi. Ko'pchilik qalqala qilaman deydi-da adda masalan. Qalqalani tashdid deb o'ylaydi. Masalan dadidu ad bo'lsa add deydi. U qalqala emas, u tashdid u. Abb deydi. Aqqa deydi. Masalan atta deydi. U qalqala emas, u tashdid u. Ya'ni ikkitani bitta qilib qo'yganda atta bo'ladi. Yo'q, qalqala degani o'rnida sakraydi. Ad, aqa, aj, ab o'rnida sakraydi. Abba bo'lib qolsa u tashdid bo'lib qoladi. U qalqala emas. Bu yerda ham ad, adnin deb turib tadichiga kirgizamiz. Tajri mojida qalqala qilamiz. Bu yerda ikkita qalqala harf, dal va jim harflari. Tajri deb ikki harakat miqdor cho'zamiz. Min nunni tadichiga kirgizamiz. Min tahtihal. Tahga e'tibor bering, keyingi ha yumshoq ha. Tahtihal deb turib lamga bog'lab o'qing. Anharu nun izhor, sababi ha kelyapti undan keyin. Anharu hadiki harakat miqdor cho'zamiz. Anharu xolidina, xo yo'g'on. Ikki harakat miqdor cho'zing. Xolidina, xo deb cho'zdingizmi? Lida kasrani ingichka qiling. Xolidina deydi, ikki harakat miqdor cho'zamiz. Fiha bu yerda 4-5 harakat miqdor cho'zamiz. Fiha abada mad munfasil. Abada deb ikki harakat miqdor cho'zib to'xtaymiz. Boring, yana siz nafassiz bu yog'iga ham anhugacha yetadigan bo'lsa, abadar rodiyo davr deb turib g'unnasiz idg'om qilib ketasiz. Abadar rodiyallohu anhum deb. To'xtashingiz joiz, lekin qo'shib o'qib ketsangiz nafassiz esa yana ham yaxshi. Ro yo'g'on di, rodiyallohu, roziyallohu bo'lib qolmasin. Rodiyallohu ko'p Qur'on darsimizda savollar keladi-da. Qur'onni kiril harfida yoki lotin harfida o'qisam bo'ladimi deb keladi. Endi u qachon o'qilinadi? Endi vaholanki sizda ustoz yo'q, umuman atrofingizda ustoz yo'q. Kiril harfida yozilgan Qur'on turibdi. Namoz o'qishingiz kerak. Iloji yo'q paytda mumkin yani. Lekin biz tavsiya bermaymiz. Iloji boricha arab harflarini o'rganing, shu orqali o'rganing. Masalan qarang, kirilcha yozsa shuni roziyallohu deb yozadi-da. Mo dotni yozolmaydi-da hozir. Kirilchasiga ham, lotinchasiga ham dotni yozolmaydi. Siz nima deysiz? Roziyalloh, zi, roziya deb o'qiysiz. Rozi. U ma'no yo'q uni. Rodi, dotda, di bir. Shuning uchun ham arab harflari o'ziga yarasha bir xos sifat va mahrajlarga ega. Shuning uchun ham arab harflarini o'rganing, qisqa vaqt ketadi. Uncha vaqt, ya'ni vaqt oladigan narsa emas. Alloh taolo Qur'onni yengil qilgan. Birpas o'rganib olasiz. 80 ga kirganlar o'rganib olyapti. 80 ga kirgan, 90 ga kirgan kampirlar, chollar o'rganib olyapti-da. Shunday o'qib beradi, shunday dars yuboradi, hayron qolasiz. Subhanalloh. Endi o'rganyapman deydi. Biz ham aytamiz, ya'ni ishlar bu oxiri bilan o'lchanadi. Shuncha vaqt ketdi endi, lekin nima bo'lganda ham 80 yoshida, 90 yoshida Alloh hidoyat berib Qur'on o'rganyapti, bu katta sharaf. Hani anlakum deymiz. Sizlarga Alloh taolo o'zi mukofot bersin, o'tgan gunohlar kechirsin. Alloh umrda oxirida, endi g'oliban 80-90 yosh umrda oxiri hisoblanadi-da. Odam qachon o'lishi aniq emas-ku, lekin 80-90 yosh umrda oxirlari hisoblanadi. Ya'ni bizda o'zimizda gap bor, o'zbekcha bir oyog'i go'rda ekan deydi. Faraz qiling, bir oyog'i go'rda bo'lib turganda Qur'on harflarini o'rganib, Qur'on o'qib, umri Qur'on bilan o'tyapti. Alloh taolo shu butun 80 yillik umrini shu Qur'on o'qib o'tdi deb yozib qo'yishga qodir. Oxiratga borsa, falonchi qori deb chaqirilsa u, Qur'onni kutib o'tirsa, men o'zim umrimning oxirida 1 yil Qur'on o'qidim desa, Alloh taolo uni taqdiriga to'ldirib qo'y. Ular, ya'ni Alloh taolo nima dedi? Ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Ya'ni Alloh taolo ularni yomon gunohlarini yaxshiliklarga almashtirib qo'yadi.
Yomon gunohlarini hali yaxshi oxirida solih amal qildi-ku. Ozgina Qur'on o'qidi, harf kirishdimi? Kirishdi hisob. Faraz qilaylik, bir odam harfga kirdi. Arab Qur'on o'qishni o'rganaman dedi, harfdan boshladi. Alif, ba, ta, sa deb. Jim, ha endi kirishdi. Darsni qo'ydi, o'rganyapman dedi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha o'rganyatuvdi. Malakul Maut kelib jonini olib ketdi. Ana shu odam borku, shu Qur'on o'qidi, yodladi deb inshaalloh ajr beriladi. Sabab kirishdi u. Muhim Alloh taolo bizga kirishni nima qiladi? Shu kirishdingizmi, demak qildingiz siz. Gunohda ham xuddi shunday. Gunohga bordingiz, lekin gunohni qila olmadingiz, lekin harakat qildingizmi, bitta gunoh olasiz. Qildi degan gunoh olasiz. Masalan, buni aroq deb birov ichib yordi. Bu suv-ku dedi. O'zi oling dedi ishda. Ne suv-ku dedi. Bu aroq deb niyati bilan ichuvdi, aroq ichganning gunohini oladi. Bir odam ichib yordi, bu aroq-ku dedi, tupurib yordi. Bu odam gunohkor bo'lmaydi, xato qildi bu odam. Kirishdida, Qur'on o'qishga ham kirishgan odam inshaalloh oxiratda Alloh taolo qodir, shu odamni qorilar qatoriga qo'yib, qori o'zini ahli qilishiga qodir Alloh taolo. Kirishing. Hozirdan kirishing, harakat qiling, inshaalloh zafar sizniki. Qisqa paytda o'rganib olasiz. Qisqa paytda harf juda ham oson. Arab harfi bizning o'zbeklarning harfidan oson. Radiyallohu anhum degan bu izhor. Anhum va radu anhu. Va radu anha bilan to'xtaysiz. An. Zalika harakat muhtot cho'zamiz. Liman khoshiya robbah. Liman khoshiya robbah deb ha bilan to'xtaymiz endi. Shu oyatni o'qiyman, keyin boshidan bitta o'qib beraman, darsimizni yakunlaymiz keyin. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. تكرار قيمان. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بالتوق برما. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.